Mana sizlarga yangilik, ya'ni dom bor, haligacha sizlarga gaz berishmayapti, yo domingiz eski dom, issiq suv yo'q, hamma muammoni Nur kompaniyasi hal qilib berar ekan. Hattoki hal qilib berish uchun sevichkalargacha sotishar ekan. Akalar, qaranglar. Mana dom, ya'ni 7 qavatli, ya'ni 47 ta xonadon, mana shu joyda ham uyingizni isitib berishar ekan, hattoki doimiy issiq suv bilan ta'minlama berishar ekan. Va undan tashqari sevichkalargacha bor. Va u ham mayli. Mana bu katyollarda aqllilar ketib, sizda dacha bor, uy bor, har xil narsalaringiz bor. Dachaga ham olib qo'ysangiz, Wi-Fi orqali ham ishlaysiz bo'laveradi. Ya'ni ishxonadan ketayotganingizni yoqib qo'yasiz, 2-3 soat oldin uyingizni isitib berib turadi. Va undan tashqari suvni bekorga issiz ham bo'lar ekan. Xo'p, endi buni qishda ishlatamiz-ku. Yozda nima qilamiz? Hattoki tentigacha yozga ham qo'yib qo'yishgan ekan. Mana shu zo'r qulayliklar qilib qo'yishdi. Narxlariga kelsangiz 899 dollardan boshlanadi. Kvadrat kilometr metrga qarab turib yasab berishaverar ekan. Nomeradini Nur kompaniyasi yetkazganmiz. Bularda hamma sistemasi bor. Xohlasangiz bulardan olib sotsalar ham bo'laverar ekan. Akalar, xohlasalaring metr isimida polностью isiydigan motorchilargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Bunaqa narsalar ham bor. Akalar, to'liq videosi gazini bor YouTube kanalida. Bizdan yangi bo'lsangiz, podpisatsiyani bosib qo'ying, ishlab chiqasiz. Biznesni birinchilardan ko'rib borasiz. Shuning uchun sizlar doim podpisatsiya bosgan bo'lishinglar kerak. Akalar, arziydimi yo'qmi? Bitta like bosib keting shu ishimizga.